Men tarmoqqa 2024-yil 8-may kuni kirib kelganman. Yaqin dugonam taklifi bilan, to'g'risini aytsam, majburligimdan kelganman. Chunki yaqin dugonam bo'lgani uchun qancha bahona aytsam ham o'tmagan. Va oxiri bu kishi ham stipendiya tushadigan, doktoranturamiz stipendiyasi tushadigan payt poylaganlarda yana taklifni bergan va o'sha registratsiya bo'layotgan paytda ham hattoki shu klikim ishlamay qolsa edi deganman-da ichimdan. Qani shu klikim ishlamay qolsa bu ham bir bahona bo'laydi-da men uchun. Keyin majburligimdan kelganman. Keyin bu kishi bilan biz 4-5 ta odamga taklifga borganmiz. Faqat rad javoblarini olganimdan so'ng hamma tarmoqchida uchrasa kerak halol harom degan blogga tushib qolganman. Aksariyat tarmoqchilar mana shu blogga tushib, hattoki tarmoqni tashlab ketadi. Keyin shundan keyin bu kishi meni tagimda 2-3 ta hamkor qilganda bir $15 pul tushgan. Hattoki o'sha pulni ham yechib olmaganman. Bu men uchun harom deganman-da, tarmoqchilar demak harom keladi bu pul deb o'ylaganman. Keyin vaqtlar o'tdi. O'zi Allohim bizga ko'rsatgan, sen to'g'ri yo'ldamisan, egri yo'ldamisan, bir signallari bilan, belgilari bilan ko'rsatib berar ekanda. Keyin bir Allohning izni bilan, bir belgisi bilan oktyabr oyida Ikromjon Tojiddinovning darslariga tasodifan kirib qoldim va o'sha darsida Ikromjon Tojiddinov Robert biznesmen Robert Kiyosakining pul kvadrati oqimi sxemasini juda chiroyli tushuntirdilar va o'sha tushuntirganning oxirida aytdilarki, men bu kompaniyaga asos solishimdan asosiy maqsadim yiliga 300 ta aksionerni chiqarish. Ya'ni oyiga 300-350 million daromad topadigan 300 ta aksionerni chiqarish meni maqsadim. Chunki mana shu insonlar jamiyatimizga foyda keltiradi. Mana shu insonlar masjid quradi. Mana shu insonlar ko'plab ish o'rni yaratadi dedi. O'shanda birdaniga ongimga oydinlik kirdi. Bu yomon soha emas ekan-ku. Chunki Robert Kiyosakining undan ortiq kitoblarini juda sevib o'qiganman, o'zim an'anaviy biznesda shug'ullanib ko'rganman, lekin aynan o'sha pul kvadrati oqimini men mohiyatiga tushunmagan ekanman o'sha paytda. Keyin o'shandan keyin sekin-sekin o'zimga g'oyalar kelishni boshladi. Ya'ni kim tarmoqda yaxshi natija qiladi? Orqasidan o'zini ergashtirgan odam yaxshi natija qilar ekan. Kim ergashtiradi? Atrofga qarang, borliqqa qarang. Butun jumla borliq quyoshga qarab talpinadi. O'simliklar quyoshga qarab o'sadi. Hayvonlar hattoki quyoshning energiyasidan bahra olib ko'payadi, rivojlanadi. Hattoki inson ham quyosh energiyasiz o'solmaydi. Keyin o'yladimki, agar tarmoqda katta natija qilmoqchi bo'lsang, komandani o'zingga ergashtirmoqchi bo'lsang, sen quyosh bo'lishing kerak ekan deb o'yladim. Quyosh inson bo'lishing kerak. Vibratsiya eng yuqori vibratsiya quyoshning energiyasi, butun koinot miqyosida. Keyin e'tibor qilsangiz, siz kanallaringizni o'zingiz ham bir e'tibor qiling, kimni eshitasiz? Quyosh insonlarni eshitasiz. Nurli insonlarni eshitasiz. Psixolog eshityapsizmi? Nimasidir bor, sizga tortadigan bir nuri bor. Biznes treninglarni eshityapsizmi? Nimasidir bor, u sizni ergashtiryaptimi? Nimasidir bor, bir nuri bor, bir ilmi bor, bir ishqi bor uni ichida-da. Sizga nimadir ulashtiryaptilar. Demak, bu tarmoqda, haqiqiy tarmoqda noni halol ekan. O'zingni ustingda ishlamasang, qachon nurli bo'lamiz? O'zimizni ustimizda ishlasak, ya'ni qalbimizni ichidagi nafratni chiqarib otib tashlamasak, g'azabni sevgiga aylantira olmasak, qabul qila olmaslik degan tuyg'ularni qabul qilish darajasiga olib kela olmasak, qo'rquvda bo'lsak, gina qudrat qilsak, biz nurli inson bo'la olmaymiz. Keyin o'yladim, demak, tarmoq shu narsalarni o'rgatyapti insonlarga. Bu Qur'on ilmi emasmi? Hadis ilmi emasmi? Shuning uchun tarmoqqa hozirgi kunda hujayralarimgacha singib ketdiki, tarmoqchi halol inson. Agar tarmoqchida halol harom degan tushuncha paydo bo'ldimi, halol emas degan tushuncha paydo bo'ldimi, hali u tarmoqni sirtini ko'ryapti. Uni mag'zini ko'rmadi-da. Shuning uchun bu hozirgi yig'ilishimizda shu narsani aytmoqchimanki, halol harom degan tushunchani mohiyatini qachon anglab yetadi